Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Global Education'ga xush kelibsiz. Bugun biz sizga Qarshi shahridagi eng yirik ingliz tili o'quv markazidagi imkoniyatlar va darslarning qanday o'tilishini tanishtiramiz. Global Education 2015-yilda o'z ish faoliyatini boshlagan. Bugungi kunda esa Qarshi shahrining turli burchaklarida 3 ta filialga egadir. Asosiy Uzmobile va Qidiruv filiallaridir. 3 ta filialimizda 1000 dan ortiq o'quvchi ta'lim oladi. Bizda darajasi IELTS 8 gacha bo'lgan asosiy o'qituvchilar mavjud bo'lib, ular maxsus Celta Teaching Training kurslarini tamomlashgan. Ayrim o'qituvchilarimiz esa Angliya va Amerikada ta'lim olib kelishgan. Asosiy o'qituvchilarimizdan tashqari har bir guruhga maxsus Academic Support o'qituvchilarimiz biriktirilgan. Ular sizga tushunmay qolgan mavzularingizni qayta tushuntirib berib, uyga vazifalaringizni qilishga yordam beradi. Undan tashqari siz bilan birga speaking mocklar o'tkazishadi. Uzmobile filiali Global Education'ning eng muhim filiallaridan biri hisoblanadi. Chunki aynan shu filialimizda British Council tashkiloti tomonidan haqiqiy IELTS imtihoni o'tkaziladi. Shuningdek, o'quvchilarimiz real imtihon sharoitiga tayyorlanishlari uchun zamonaviy kompyuterlar mavjud bo'lib, ular ushbu kompyuterlarda amaliyot o'taydilar. Bu esa o'quvchilarimizga real imtihon atmosferasi qanaqa bo'lishini ko'rsatib beradi. Har bir o'quvchi yangi darajaga o'tgandan keyin test topshiradi. Ushbu test Exam Department xodimlari tomonidan olib boriladi. Ya'ni biz, agar o'quvchilar belgilangan balldan yuqori natijani qo'lga kiritsa, ular keyingi darajaga o'tishadi. Agar past natijani qo'lga kiritsa, ular keyingi darajaga o'ta olishmaydi. O'quvchilarni haqiqiy imtihonga tayyorlash uchun har oylik IELTS va TOEFL mock imtihonlari o'tkaziladi. Bu imtihonlar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini baholashadi va haqiqiy imtihonga puxta tayyorgarlik ko'rishadi. Qidiruv filialimiz o'zining bepul coworking zonasi bilan mashhur bo'lib, o'quvchilar bu yerda darsdan tashqari vaqtlarda ham kelib, bemalol loyihalari va o'z ustilarida ishlashlari mumkin. Filialda alohida call center operatorlari mavjud. Biz o'quvchilarning ota-onalari bilan doimiy aloqada bo'lamiz. Har oy ularning farzandlarining o'qishi, natijalari va muvaffaqiyatlari haqida xabardor qilib boramiz. Global Education bu nafaqat ingliz tili darslari, balki bilim, amaliyot va o'z ustida ishlash imkoniyatlari markazidir.